Assalomu alaykum. Hozir SX 900, SX 600, 700 va Yamaha A5000larga setni o'qitishni o'rgatib qo'yaman. Mana fleshkadagi programmamizni setimizni nimaga o'rnatish. Fleshkamizni joyiga, syomli joyiga tiqamiz. Keyin bu yerda alohida registr bor, alohida stil joyi, keyin pad. Bularni kopirovka qilishda registri bor. Oldin setni o'qitib olamiz. Setni mana expression degan joydan pakni bosamiz. Shu pakni hozir pakni topib olamiz. Masalan, paklar o'zi boshqacha rangda, siyoh rang nimada chiqadi. Masalan, bittasini tanlaymizda, OK qilib ketaveramiz. Keyin bu zagruzka bo'ladi, ozgina proses o'tadi. Prosesdan keyin alohida registrini o'zini, mana USB'miz, mana USB alohida shu yerda ochamiz bo'lardi. O'zi bu kortni programmasi ekan. Hozir mana registr, bitta registrlari. Bularni ichini ochmaymizda, kopiyani bosamiz. Bizga all kerak emas, bizga bittasini kopiya qilish kerak. Kopiya heya degani qayerga? Mana shu yergami deyapti. Biz registrdan kirganimizga shu yerga kopiya qilishimiz kerak. Ya'ni u yerga o'tib turib, u yerga kopirovka qilamiz. Va kopirovkani bossak, bunaqa kopirovka bo'ladi. Mana shu joyga tushadi. Undan keyin Xset bilan chiqib ketib, stilga kiramiz va xuddi shunday USB ni ochamiz. USB dan o'sha stilni axtarib topamiz. Mana yerda mana Abbos stil misol uchun shu narsa deylik. Papkasini ochmaymiz, kopirovka qilaveramiz. Bu ham so'rayapti. Mana kopiya qayerga deyapti. U yerga kopirovka qilamiz va Abbos stil tushadi. Chunki tushirib bo'lganmanda, hozir tushirsam ustiga tushadi, buzib qo'yadi ayrim nimani. Oldin tushirgan. Mana shuni bosamiz, keyin o'zi ko'chiraveradi. Yana Xset bilan chiqib ketaveramiz. Oxirgisi mana padni olib turib yana u yerga kiramiz. Yana hozir padni topib olamiz. Mana Abbos pad. Shuni ochilib ketdi, buni ochmaymiz. O'zi bitta papka ekan. Faylga kiramiz. Faylda kopiyani bosamiz. Kopiyada hammasi nima deyapti? Select all. Yo'q. Bizga bir dona kerak, xolos, bir dona papka. Va kopiya heya. Qayerga kopiya qilay deyapti? U yerda ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu yerga kopiyani bossak, Abbos pad tushadi shu yerga. Xuddi shunday tarzda shu jo'natgan papkalarda shunaqa qilib joylashtirish kerak. E'tibor uchun rahmat.